Buyuk faylasuf ustozlar ustozi Mickey Mouse shunday degan: Margot Robbie, ben seni xavf-xatardan asir yurim. Ben seni cho'k-cho'k sev yurim. Ma'nosi: Margot Robbie, asalcham o'zimmi, jonim o'zimmi? Va ushbu film xuddi shu so'zlarga asoslanib suratga olingan. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yadro urushi oqibatida dunyo vayron bo'lib, odamlar deyarli qolmadi. En ismli qiz oilasi bilan ko'p yillar oldin tog'larda yashaganligi tufayli omon qolishdi. Uning otasi omon qolganlarni qidirib ketdi, akasi esa uni yolg'iz qoldirib qochib ketadi. Yerga ishlov berib qishga tayyorgarlik ko'rgan qiz bo'sh vaqtida radiatsiya darajasi kuchliroq bo'lgan shaharga tashrif buyuradi va u yerda kitoblar, uy xo'jaligi uchun zarur narsalarni olib, nurlanishdan zararlanmasligi uchun qisqa muddatda uyiga qaytadi. Uyga qaytgach, u terisiga yopishib qolgan mikroblarni yuvadi. Bundan tashqari u hamma narsani o'zi qilishi kerak: yer kovlash, panjara yasash. U har doim yolg'iz va erkak zoti yo'qligidan qichigan joylarini qo'lida qashlayverib charchagan. Bir kuni en quyonlarga qo'ygan tuzog'ini tekshirayotganda iti nimadirning hidini sezdi va yo'l tomon yugurdi. Qiz esa uning izidan borib antiqa aravani uchratadi. Qiz bu ko'chma uyning egasi kimligini bilish uchun yashirinib oladi. Ma'lum bo'lishicha, buning egasi skafanderga o'xshash narsani kiyib olgan o'rta yoshli erkak bo'lib chiqdi. U bu yerga kelish uchun uzoq yo'lni bosgani aniq va maymunga o'xshab baqirishiga qaraganda radiatsiya nuri ta'sir qilmagan joyni topganidan xursand. Erkak darhol skafanderni yechib yaqin atrofdagi sharshara tomon yugurdi va ko'ttimni yuvmaganimga 500 yil bo'ldi deb mazza qilib cho'milmoqda. En uning orqasidan kelib vahima bilan suvdan chiqishini buyuradi. Erkak qo'rqib ketganidan qurolni qizga o'qtaldi. En unga suvni radiatsiya nuri bilan zaharlanganini tushuntirdi va erkak suvdan sakrab chiqadi. Lekin endi kech. Dozimetrning ko'rsatkichiga qaraganda u radiatsiyadan kuchli doza oldi va uning ahvoli yomonlashib bormoqda. Keyin qizga shpritsda qandaydir dorilarni berib ukol qilishini so'raydi. En erkakni hovlisiga sudrab borib mikroblardan tozalash uchun hamma joyini uqalab cho'miltirib qo'yadi va keyin kravatidan joy berdi. Ertasi kuni en notanishning aravasini uyiga olib kelib, u tuzalib ketguncha g'amxo'rlik qilmoqda. Bundan tashqari qiz uning tuzalib ketishini Xudodan so'raydi. Qizning otasi cherkov ruhoniysi edi. U mahalliy aholi ibodat qilish uchun tog' yonbag'ridan cherkov qurdi. Bu cherkovda en hali ham vaqti bilan chaladigan pianinasi bor ekan. Qoravoy u yoqqa turganda uning ismi Loomis ekani ma'lum bo'ldi. U qizga harbiy muhandis ekanligini va yadroviy portlash paytida yer osti bunkerda bo'lgani uchungina tirik qolganini aytdi. U Megamiya kalasi bilan o'z nurga qarshi kostyumni ixtiro qilib mamlakat bo'ylab sayohat qilgan va hamma joyda faqat jasadlar va vayron bo'lgan shaharlarni ko'rgan. En Loomisga akasi va otasi haqida gapirib beradi va rasmlarni ko'rsatdi. Ukasining turqi tarovati esa Loomisning ko'ziga issiq ko'rindi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Ertasi kuni en bog'dorchilik qilib yuribdi. Qoravoyimiz esa tekin tomoqlik bilan band. Qiz agarotni qo'lda ag'darib yuribdi. Garchi traktori bo'lsa ham, Loomis unga traktorni kreditga olganmisan, haydasang bo'lmaydimi deganda, en traktorning yoqilg'isi tugaganini va zapravkalar elektr toksiz ishlamagani uchun benzin ololmasligini aytdi. Keyin Loomis unga zapravkani qo'lda ishlatish bo'yicha ko'rsatma yozib beradi va qiz buni uddaladi. Endi ularda traktor uchun yoqilg'i bor. En taqvodor Loomis esa Xudoga ishonmaydigan ateist va u elektr tokini yaratish haqida o'ylamoqda. Uning aytishicha, sharshara yonida elektr stansiyasini qurish mumkin. Charxpalak yasash uchun Loomis ening otasi qurgan cherkovdan foydalanishni taklif qildi, lekin en rozi emas, chunki otasidan qolgan yagona narsa shu. Truba va charxpalakni qurish uchun esa boshqa materiallar yo'q. Ertasi kuni ertalab qiz tovuq tuxum qo'ymaganini aniqlaydi va kimdir hovliga kirib tuxumni o'g'irlaganiga amin. En ishlayotganda esa Loomis mahalliy do'konga eskalanishga boradi. Qiz allaqachon bu yerda deyarli hamma narsani olib ketgan, ammo Loomis tomoq xo'llash uchun bir necha pivolarni topdi. Bu odamni normalniy deb o'ylasam, g'irt alkash ekani va kayfi oshib qolganda en bu sassiqni joyiga olib kelib yotqizdi, so'kinishlariga ham e'tibor qilmasdan. Ertasi kuni Loomis xatti-harakatlari uchun kechirim so'rash kerak edi, ammo bu qurimsoq kechirim so'raydi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Do'ndiqchamiz esa juda ham mehribon va kechqurun romantik dasturxon yozadi. Shampanni ochdi, shamlarni yoqdi va ichib olib kayfi oshgan beboshlar valsga tushib o'pishadi, og'izlari sasib yotgan bo'lsa ham. To'satdan kutilmagan vaziyat. Qiz o'z xohishi bilan madib ochib turgan bo'lsa ham, qoravoy meni chuvalchangim turmaydi deb qilishdan bosh tortdi. Qiz esa tiling borga hech bo'lmasa degandi. Mayli. Ertasi kuni ersiragan asalcha tuzoqlarni tekshirishga borganda Kalib ismli yosh yigitni uchratdi. Uyga olib kelganda Loomis yigitga dushmandek muomala qilmoqda, lekin dozimetrda tekshirganda Kalibda hammasi joyida.
Kalibning aytishicha, portlash sodir bo'lganda u va qolgan konchilar konda yashiringan, ammo faqatgina yigit tirik qolgan va radioni tekshirganda hech kim aloqaga chiqmagan. Kalib Meksika yaqinidagi shaharchada omon qolganlar borligini eshitgan va u yerga ketmoqda. Loomis unda bu yerdan tezroq sur uka dedi, lekin Kalib bir necha kun shu yerda qolib sog'lig'ini tiklab olmoqchi. Kalib shuningdek konchi sheriklari boshqa konchi tomonidan o'ldirilganini aytadi, lekin u negadir Kalibni o'ldirmay tirik qoldirgan. Kalib Loomisga o'xshab tekin tomoq emas ekan va uy yumushlariga yordam bera boshlaydi va ov qilishda ham usta bo'lib chiqdi, lekin Loomis hali ham uni yoqtirmayapti. Kalib elektr stansiyasi haqida bilgach, elektr toki uchun cherkovni buzishga Enni ko'ndiradi. Keyin ular cherkovni demontaj qilib, charxpalak va truba yasashni boshlaydilar va sharsharadan uygacha bo'lgan masofaga sim tortishadi. En Kalibga nisbatan his-tuyg'ulari uyg'onayotganini tushungan Loomis rashk qila boshlaydi va yigitga hasad qiladi. Chunki Kalib undan ko'ra yoshroq va oq tanli, rangining qanaqaligi esa qiz uchun muhim deb hisoblamoqda. Loomis Enga agar Kalib bilan munosabatlarni boshlasa, u qarshilik qilmasligini tushuntirdi. Uning so'zlari esa qizni xafa qiladi. Nihoyat ular sharsharaga o'z ixtirolarini o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi. Bu voqeani nishonlash uchun sharob bilan bayramona kechki ovqat tashkil qilishadi. Keyin raqsga tushadilar va ziyofat oxirida hovuzga cho'milishga borishadi. Kalib bilan Enning ko'zi qonga to'lib ketgani va bir-biri bilan ko'z urishtirishdan to'ymayapti. Loomis esa rashk qilib Enni bir burchakka o'tkazib sevishini tan oladi. Biroq Loomis qo'yini yalab-yalab qaytib keladigan tishsiz bo'ri. Qiz shuncha chidagani yetar, bir nima qilib qichuvni qondirish kerak-ku. U Kalibning xonasiga boradi va qon chiqarish marosimini qilishadi. Ertalab Loomis ularni qo'shilganini tushundi va Kalibga Endan sen bilan yotishini men iltimos qildim, ketib qolmasliging uchun deydi. Kalib esa uning rashk tufayli bu so'zlarni aytayotganini tushunadi. Keyin ular qolgan ishni davom ettirishmoqda. Kalib himoya kostyumini kiyib olgan va tepalikdan trubani o'rnatyapti, lekin to'satdan sirpanib yiqilib tushishiga sal qoladi, ammo Loomis uni tortib oldi. Kalib dovdir bo'lgani uchun bu holat 2 marta yuz berdi. Loomis esa qahramon. Uyda qolgan En juda ham xursand, chunki endi ularda elektr toki bor. Endi telefonni zaryadkaga qo'yib bemalol morfinni tomosha qilishi mumkin, lekin Loomis qayg'uli xabar bilan qaytib keladi. Uning so'zlariga ko'ra Kalib ishni tugatgandan so'ng tirik qolgan odamlar yoniga yo'l olgan. En bunga ishonmaydi va ishtonni ham kiymasdan butun vodiydan yigitni qidiradi, lekin hech kim yo'q edi. Film so'ngida esa tishsiz bo'ri va och qolgan quyoncha yashashda davom etishadi. Bularning keyingi hayoti nima bo'lishini bilmadim-ku, lekin Loomisni tiliga rahmim kelyapti. Kalibga nima bo'ldi? Loomis uni o'ldirib yubordimi yoki rostdan ham ketib qoldimi? Bu joyi sirligicha qolmoqda. Nima bo'lgan deb o'ylaysiz? O'z taxminingizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha